Esenmisiz, sog'misiz do'stlar? Biz bugun Qozonimizning shunday motor o'rnida Milash psevdonim ostida chiqish yasovchi Milusha Fatihova bilan aralashamiz. Salom. Esenmisiz. Milash, sen bugun yoshlar orasida bitta populyar, sening ijodingni yoratalaringni, jurlaringni tinglaylar. Aydamna bizni qarovchilar da hozir sening bilan bitta tanishtirib atlaylar, o'zing bilan tanishtirib ketadi. Mening ismim Milash, menga 21 yosh, men Soba rayoni Timosha ovulundan jurlar yozam, avtor boshqaruvchi. Kevda tugul. Necha bo'lasan, narsa uchun seni xalq yaratgan ekan? Mening o'ylamimcha, mana men xalqning shu g'odiyligi, mana imishdir minalarning mana o'zlarining do'stlari his etalardir deb o'ylayman. Mening tekstlarimda g'odiy, men kishi tekstlarini jurlayman. Shunga ko'ra men o'zim yozam, faqat o'zim yozgan tekstlarni gina jurlayman. Shunga ko'ra mening o'ylamimcha, mana naqsh shu faktor mening tinglovchimni jalb etgandir deb o'ylayman. Ijod etishim bugungi kunda biz boribizda bilamiz, nima o'qishada kerak. Sen bilan moddiy yoqdan kim yordam etadi? Bir kimda tugul, men o'zim. Butun o'zim mushilkalar. No, tatar yoshlarin men ajitga do'st qizimning naqshlarini olib yozdirgan edim, meni geri qaytardim. Qolganlarini butun o'zim to'ladim. Qancha shirin bor repertuarında? 17 mi son? 17. Bir albom edi. 17 mi 18 mi bor edi? Ijoddan qolgan narsa bilan shug'ullanasiz. Shug'ullan. Qay ishlaysiz? Mayda shoy surimali. Men buni bir qo'yasiz deganim yo'q, men oldiqlarda bilmayman. Men ishda metal prokat bilan biz shug'ullanamiz. Sening onda da fanatlaring bordir endi. Yo'q endi. Qaysi shaqtakilar zo'r abularim. Voy, mening qizim sizni tinglaydi deb menga приятно endi. Mana shu aytib uramda, men borganda kinetgina kelib quchoqlab olganlari, men men sizni yoratam deb kelib aytganda uyalasizmi? Uyalanding meni. Bego yalam. Men tishigina kirgach, men hammasi, "Oy, menga приятно, Shu debgina bosib turaman. Men 21 yosh. Men qo'y vaqt aytganinglar, nechikdir bolalari ijod yo'lidan ketarga tilaganda, "Yo'q, men endi jiddiroq hunar olirga kerak" deydilar, men bilim olirga kerak deydilar. Sening ishroqda nechik bo'ldi? No, mening ishroqda shoy bo'ldi. Mening muzikальный akresim kelgani yoki fizkulturniga. Keldilarda yo'q, men началка akresim, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lasan dedilar. Sen sportsmenka? Men sportsmen. Men ikki diplom, men fizkultura o'qituvchisi ham boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Чуть-чуть sportsmen. Tatar estradasini tinglaysizmi? Ham kimlarni yoratasiz? Eng zo'r favoritlarim Olmaz Hamzulfir opa Mirzayev var. Вот там Ariana Grande, Lady Gaga и все остальные. Вот они anda Zulfir opa ham Olmaz opa. Sen bitta ularning kliplarida da tushding. Men ularning kliplarini tushdim. Әлләнесе артык кыланчас түгел, шул авыл тормышы белән андай предложение төшкәч, Olmaz opa белән Zulfir опадан мен инде бик шатландым, ризалаштым. Төшерү процессы бик кызык үтте. Без анда инде шакымыкка килә төшердек. Мен сезгә шундый рәхмәтле Olmaz opa Zulfir опа. Рәхмәт.